Shoshmay turing, sizga Onadirda Fetchenki maktabda ro'parasidagi 4 sotilik xonadonni ko'rsatgani keldik. Qirg'iziston O'sh shahri Onadirga chiqamiz. Kanal bo'yidan TV ko'tarilganimizda 4 ko'cha keladi, ya'ni Sadrda ayni ko'chasi katta ko'cha. Aka masjidga berib qo'ying. Do'stlar, mana masjid. Robotdan chiqamiz. O'ng qo'lga shunday yugursak, do'stlar, ana masjid. Uni oldi uje valyuta, magazin deyislarmi, katta yo'lni bo'yi, marshrutkalar ashincha do'stlarim. Robotdan chiqyapmiz, chap qo'lga yursanglar ana. O yerdan o'ng qo'lga burilishlarga Fetchenki maktabni o'zidan robotidan chiqasizlar. Ya'ni bu ko'chamizning nomi Kurcheko ko'chasi 3-xonadon bo'lyapti do'stlar. Mahallamizda suv, svet, gaz hamma sharoitlari bor. Gazlarimiz kelgan ekan, bu yerlar endi eski, qalin oldingi mahallalar. Uy yo'q, do'stlarimiz doim kuzatib, havas qilib, niyat qilib o'tirishadi. Shu do'stlarimizga ham Alloh o'zi g'oyibidan uy bersin. Kommentariyamizga chiroyli qilib har doimgidek do'stlarim, mashalloh deb yozinglar. Nima desanglar niyatinglar yozinglar do'stlarim. Yaxshi niyat qilsanglar Alloh beradi o'zi. Kirganimizda yopiq robotxonamiz, robotxonamizga bir 2 ta mashina bemalol sig'adi ekan. 4 sotikdan iborat. Bu xonadonimiz dokumentlari hamma yo'g'i zo'r ekan. Inshaalloh kelasizlar, tekshirtirasizlar. Shap etiblar, pulni sanaysizlar, nominglarga o'tkazib berishadi do'stlar. Mana bu yerda xonalarimiz bor, bularni ko'rib chiqamiz. Bismillah. Bu yerimizda hozircha kuxnya qilib qo'yishdi. Mana kuxnilarimiz, xullas, suvlarimiz, gazlarimiz hammasi kelgan ekan. Suvimizni ham bir tekshirib qo'yamiz sizlarga. Suvlarimiz bor. Ochiq veranda ekan. Hammasi bor ekan. Endi bu xonaga kiramiz. Bismillah. Do'stlar, bu mahallamizga qarab tushgan xonamiz bo'lyapti. Bu xonamiz ham juda ham chiroyli, shinamgina istarali xona ekan. Pechkamiz bor, voy aylanib ketay, issiqligini qaranglar do'stlar. Gazlarimiz ham bor, xohlasanglar. Nima kerak? Kelinglar. Buni hozir yana bitta xonamiz bor mana. Tak, buni svetini nimadan yoqamiz ekan? Mana. Bu yana bitta xonamiz. Bu narigi xona ham, bu xona ham mahallaga qarab tushgan. Romlarimiz bor. Issiqligini qaranglar do'stlar. Bismillah. Endi mana bu boyagi sizlarga ko'rsatgan kuxnyamizni oldida chiroyli konditsionerlari bor. Bitta katta mehmonxona ekan. Buni oldida mana eshik yopib qo'yishdi. Bu yerda uyda egalari, bu odamlar bor ekan. Bu yerda ham bitta xonamiz bor ekan. Ya'ni 2 ta xona. Mana yoqda 2 ta xona, 4 ta xona bo'lyapti va mana bu kuxnyamiz bilan общий 5 ta xonamiz bor ekan. Buni podvallari ham bor do'stlar. Iloyim kim olsa ham 5 mahal namozlarda o'qib, ibodatlarda maza qilib, to'ylar qilib yashasin. Do'stlar, ana yo'l bo'yi. Mana mashinalar o'tyapti. Qayerga ketyapti mashinalar? Bir restoran yuradi, kanal bo'yiga tushib qoladi. Endi chiqsa masjid, uni bu yerga Fetchenki maktab. Maza qilib yashaysiz do'stlar, xullas. Zo'r joylar. Uyimiz orqasida pojarniy xodlari ham bor ekan. Ya'ni mana bu yerlarimizda ham joylarimiz bor. Bexijolat do'stlarim. Do'stlar, 110 ming dollar dedik. Xudo xolasa oshiq kamini o'zingizlar telefon qilib kelishib olasizlar. 110 ming dollar inshaalloh kami bor dedi. Kurcheko ko'chasida joylashgan 3-xonadonimiz, ya'ni 4 sotikdan iborat bo'lgan ushbu 110 ming dollarlik xonadonimizning telefon raqamlarini zudlik bilan yozinglar. 0551 bilan 68 67 87. Qaytaraman, 0551 bilan 68 67 87. Operator beka, inshaalloh sizlar xizmatingizda salomat bo'linglar.